bir kunda har kuni 1 million odam shu yurak qon tomir sistemasi kasallaridan vafot etadi. Yurak qon tomir kasalliklari irsiy bo'ladimi? Sizni faoliyatingizda shunaqa bemor uchraganmi? Savolingiz juda keng va murakkab savol. Imminda shu temada dunyo bo'yicha juda katta ilmiy ishlar, tekshiruvlar ketyapti. Dunyo bo'yicha eng ko'p o'lim yurak qon tomir sistemasi kasalliklaridan bo'ladi. Bir kunda har kuni 1 million odam shu yurak qon tomir sistemasi kasallaridan vafot etadi. Asosiy genetik omillar 4 ta genetik omilga bo'linadi. Birinchisi lipidlar almashinuvini nazorat qiluvchi genlar. Ikkinchisi yana irsiy gen deganda qon bosimini nazorat qiladigan genlar bor-da. NO3 degan genlarni polimorfizm deb ham o'sha mutatsiyaga o'xshagan degan gap ma'noni bildiradi. Bu genlar qonimiz tarkibida angiotensinagen 2 degan gormon bor. Bu gormonni vazifasi qon tomirimizda insonni faoliyatini, hayotiyligini ta'minlaydigan bez gormonda bu. Bu gormon bo'lmasa davleniyamiz tushadi. 5 kun yarmi davleniya miqdori tashlagandan keyin umuman nofaol holatga o'tib qolamizda. Bu bizni faolligimizni ta'minlab turadigan gormon hisoblanadi. O'sha 120 ga 80 degan bosimni ushlab turadigan gormonlardan bittasi. Keyingi omil qon ivuvchanligiga ta'sir qiladigan genlar bor-da, kontrol qiladigan, nazorat qiladigan, nazoratga olgan. Bularda ham misol o'sha genlarni nimasi F5, F2 genlar mutatsiyaga uchraganda bu qonni ivuvchanligi o'zgaradi-da, tromb hosil bo'ladi. Tromb degani, masalan, oyog'ingizda, masalan, venos sistemasi tromb hosil bo'ldi, yo yuragingizni o'zini kameralarida tromb hosil bo'ldi, yo miyani qon tomirlarida, yo uyqu arteriyalariga ketayotgan tomirlarda tromb hosil bo'lsa, bu ham insult, infarkt, oyog'imizda bo'lsa o'pkaga boradi, o'pka arteriyalari trombozi deyiladi. Shunaqa narsalar xavfli, o'ta xavfli kasalliklarni olib keladi. Bu ham irsiy faktor hisoblanadi, omil hisoblanadi bitta. Keyin to'rtinchisi qon tomirlarni doimiy masalan yallig'lanishiga qarshi kurashadigan, yallig'lanishiga oldini oladigan genlarimiz ham bor-da. Qon tomirni yallig'lanishi deganda shu qon tomirni yallig'lanishi o'zi qon tomirni butunligini buzilishi tushuniladi-da. Qon tomirni butunligi buzildi degani qon tomirni o'zi ichki yuzasida epiteliy degan narsa bor. Epiteliy o'zidan gaz chiqarib turadi. Gaz chiqarib turishi bu bosimni pasaytirib turadi. Ya'ni haligi aytgan bosimni ko'tarib turadigan gormonlar bilan o'sha gaz qon tomir oralig'idagi gaz qon tomirda bosimni tushib ketishi va oshib ketishini o'zaro mutanosib 50-50 boshqarib turadi-da. Imminda shu epiteliylarning faoliyatini buzilishi, yallig'lanish, aterosklerozni avjlanishini birinchi qadami hisoblanadi, etap hisoblanadi. 4 ta asosiy irsiy faktori bor.